Bugungi kunda insonlar kuniga o'rtacha 2-3 soatini ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazadi. Bu joylar nafaqat muloqot va axborot almashish maydoni, balki shaxsiy ma'lumotlar, fikrlar va hissiyotlarimizni namoyon etadigan makon hamdir. Shuning uchun raqamli dunyoda xavfsiz xulqni bilish nafaqat foydali, balki zarur hayotiy ko'nikma hisoblanadi. Har bir like, share yoki komment siz haqingizda ma'lumot qoldiradi. Bunga raqamli iz deyiladi. Tadqiqotlarga ko'ra, foydalanuvchining onlayn xatti-harakati orqali uning yoshi, qiziqishlari va hatto shaxsiy fazilatlarini aniqlash mumkin. Shuning uchun shaxsiy ma'lumotlarni, ayniqsa manzil, telefon raqami, maktab yoki ish joyingizni yozayotganda ehtiyotkorroq bo'ling. Har bir joylashtirilgan surat yoki post kelajakda sizning imijingizga yoki ish imkoniyatlaringizga ta'sir qilishi mumkin. Internetda har kuni millionlab yangi axborot tarqaladi, ammo ularning barchasi ishonchli emas. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, soxta yangiliklar haqiqiy xabarlarga qaraganda 70% tezroq tarqaladi. Shuning uchun har qanday postni ulashishdan oldin manbani tekshiring. Rasm yoki video haqiqiyligini aniqlash uchun fact-checking saytlaridan foydalaning. Ijtimoiy tarmoqlarda ham qaysidir ma'noda xulq-atvor qoidalari mavjud. Bunga amal qilish va mas'uliyatli bo'lish darkor. Axborotni boshqalar bilan baham ko'rishdan oldin yaxshilab o'ylang. O'zingizni himoya qiling va eng muhimi, raqamli dunyoda ham insoniy qadriyatlarni saqlang.